جدد حياة القلب بالقرآن. Ey müminler, muddet belgilep özara qarz berişsanglar, onu hüccet qilib yezib qo'yinglar. Aranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmay odillik bilan yozsin. Xat biladigan kishi Alloh uningga bildirgandek to'g'riliq bilan yezishni rad qilmasin. U yozsin. Zimmisida boshqalarning haqqi bo'lgan odam yozadigan kishiga aytib bersin. Qarzdor Parvardigori Allohdan qo'rqsin. Qarz olgan narsadan hech nimani kamaytib etmasin. Agar qarz olg'uchi odam ahmoq, ya'ni galvon, aqlsiz, isrofxo'r yoki ojiz, ya'ni kichik bola yoki bekmi qiri bo'lsa, yoki gap qilolmasligi, gachiligi, kekashligi tufaylidan o'zi aytib berolmasa, uning ishlarini boshqaruvchi odam odillik bilan aytib bersin. Sizlar er kishinglardan ikki kishini guvohlikqa taklif qilinglar. Agar ikki er kishi yo'q bo'lsa, sizlar adolatiga, diyonatiga rozi bo'ladigan kishilardan bir er, ikki ayolni guvohlikqa taklif qilinglar. Bu ikki ayolning birisi unutib qolsa, ikkinchisi esiga soladi. Guvohchilar guvohlikqa chaqirilgan vaqtda guvoh bo'lishdan bosh tortmasin. Qarz mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, uni qaytarish vaqti bilan qo'shib yezishdan erinmanglar. Allohning nazarida, ya'ni hukmida bu eng odillik va eng isbotliqdir. Guvohlikning unutilmasligi eng isbotlig'idir. Gumonlanmasliqinglarga eng yaqindir. Lekin aranglarda qilishgan qo'lma-qo'l sodada hujjat yozmasanglarmi hech gunoh bo'lmaydi. O'z ara soda qilishgan vaqtinglarda guvohchi taklif qilinglar. Putukchigimi, guvohchigimi ziyon yetkazilmasin. Agar ziyon yetkazsanglar, gunoh o'tkazgan bo'lasizlar. Allohning amr va nahyisiga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Alloh sizlarga o'rgatadi, ya'ni sizlarga ikkala dunyoda foydali bo'lgan ilmni beradi. Alloh hamma narsani bilguchidir. Baqara surasi 282-oyat. Subhanalloh. Nima degan go'zal dinimiz, nima degan mehribon, shafqatli Rabbimiz bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli qarindoshlar, bu darsimiz bo'lsa dammahning tanvillik o'qilishi, ya'ni o'ng va ta'tir pesh, ya'ni qo'sh dammah deb ataladi. Qo'sh pesh desekmi yoki o'ng va ta'tir pesh desekmi bo'ladi. Qo'sh dammah arabchasi dammatayn. Dammah bilan sokinlik nun harfining birikmasi bo'lib, bir dammahlik harfning tavushiga nun tavushini qo'shib o'qishni ko'rsatadi. Ya'ni damma harakatidagi u tavushi tanvin bilan un tavushiga o'zgaradi. Bir damma qo'yilgan bo'lsa, masalan, ta harfiga damma qo'yilsa, tu deydik. Uningga dammatayn, ya'ni qo'sh damma qo'yilgandan keyin buningki u tavushi tanvin bilan un tavushiga, ya'ni ni qo'shilib, tu deganimiz tun bo'lib, un tavushiga o'zgardi. Bu, ya'ni bu harflarning ustiga qo'yiladigan mushu belgi shu. Eskartish, tanvin nunlashtirilgan so'ziq tavush bo'lib, so'z oxirida kelib, qaranglar, so'zning oxirida keladi, ulab o'qiganda talaffuz qilinadi, to'xtaganda tushib qoladi. Misol, ulab o'qiganda, masalan, buning keyinida bir so'z bor deyli, firqun azim. Azim degan so'z bor keyinida desak, firqun deb o'qidik shundami? To'xtaganda desak, masalan, firq deb to'xtagan bo'lsak, tanvini tushib qoldi, sakin o'qildi. Ya'ni nullashtirilmadi. Tanvin deganimiz yana bir qitim izoh kelib qoldi. Nullashtirish deb atashqa bo'ladigan tanvin, ya'ni qo'sh fatha, qo'sh kasra, qo'sh dammah belgilari qo'yilgandan keyin harflarning keyiniga mas holdagi ni tavushi. Fathalarda an yoki an bo'ladi. Kasrahda in, hozir o'qiyotgan dammahda un tavushi qo'shib o'qilishni ko'rsatadi. Unda da inchik o'qilgan harflar bilan boshlab ketaylik. Oldi bilan harfning ismini, undan keyin dammatayn qo'yilgandan keyingi holatini qo'shib o'qib beraman. Hamza, 'un, 'ba, 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 'un,
bun, ta, tun, tha, sun, jim, jun, ha, hun, dal, dun, dal, dun, za, zun, sin, sun, shin, shun, ayn, un, fa, fun, kaf, kun, lam, lun, mim, mun, nun, nun, ha, hun, vav, vun, ya, yun qatorliqlar kichik o'qilgan harflar. Endi cho'ng o'qilgan harflarga qaraymiz. Xo, xun, ro, run, g'ayn, g'un, qof, qun, صاد صن ضاد ضن طا قن ظا ظن. Bular bo'lsa cho'ng o'qilgan harflardir. Endi surishtirma qilib o'taylik. Inchik o'qilgan harflar bilan boshlaymiz. Menga ergashib o'qinglar. U, u, un, bu, bu, bun, tu, tu, tun, su, su, sun, ju, ju, jun, hu, hu, hun, du, du, dun, zu, zu, zun, zu, zu, zun, su, su, sun, shu, shu, shun, u, u, un, fu, fu, fun, ku, ku, kun, lu, lu, lun, mu, mu, mun, nu, nu, nun, hu, hu, hun, wu, wu, wun, yu, yu, yun. Endi bo'lsa cho'ng o'qilgan harflarni silishtirib qaraymiz. Xu,
خو خن رو رو رون غو غو غن قو قو قن سو سو سن ضو ضو ضن قو قو قن ضو ضو ضن. Bugungi darsimiz mishakchi bo'ladi. Hozir o'rgangan darslarni yaxshi o'zlashtiringlar. Keyingi darsimiz hozirgi dars va ilgari darslarning mashqi bo'ladi. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وبه اعتني واحذر من الهجران.